الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bizlarni o'zining oxirgi payg'ambari bo'lmish Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan qilgan va batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lgan va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bor degan Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Hayotlarining har bir lahzasi biz uchun ibrat manbai bo'lmish Rasulimiz, Habibimiz, shafoatchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovat va durudlar bo'lsin. Payg'ambarimizning ulkan va ibratli hayotlarining har bir lahzasini diqqat bilan o'rganib, kelajak avlodga o'ta aniqlik ila rivoyat qilib qoldirib ketgan sahobai ikromlarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, qadrli talib ilm birodarlar va aziz mehmonlar, sizlarni sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavlid oylari bo'lmish Robiyul Avval oyi munosabati bilan tashkil qilingan ma'naviy ma'rifiy kechamizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Alloh taolo bosib kelingan har bir qadamlarga ulkan ajr savoblar ato etgan bo'lsin. Robiyul Avval oyi islom ummati uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan oylardan hisoblanadi. Boisi bu oy Allohning mahbubi, butun olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oydir. Shu munosabat bilan bu oy kirib kelgan kunlardan boshlab butun dunyoda u zotning hayotlarini o'rganish, salovatlar aytish, sha'nlariga mavlid o'qish tadbir va marosimlari o'tkaziladi. Biz ham aynan shu niyatda Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda olamlarga rahmat payg'ambar nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir tayyorlashga harakat qildik. Agar bu tadbirimiz davomida zarracha yaxshilik topsangiz Alloh taolodan, nuqson va kamchilik topsangiz bizlardan deb bilgaysiz. Zikr ila boshlangan har bir ish go'zal xotima topgay. Shu ma'noda tadbirimizni zikr ila boshlash uchun zikrlarning eng oliysi bo'lmish Qur'oni Karim tilovati bilan boshlasak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
Alloh taolo yaratgan bandalar ichida eng afzali, payg'ambarlarning oxirgisi va mukammali bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlari barcha insoniyat uchun o'rnak ekanligiga zarracha shubha yo'q. Shuningdek, Alloh taoloning inoyati ila qurshalgan ushbu muborak hayotning har bir lahzasi o'ta aniqlik va diqqat bilan o'rganilganligiga ham zarracha shubha yo'q. Ha, bu ulug' hayot qanchalik ehtimom bilan o'rganilsa shuncha yaxshi. Chunki bu hayot odam atoning sulbidaligidan alohida ehtimomga sazovor bo'lgan bir hayotdir. Chunki u eng afzal bandaning, eng so'nggi va eng mahbub payg'ambarning hayotidir. Milodiy 6-asr o'rtalari Arabiston yarimorolida zulmat va jaholat hukm surar, odamlar fisq va fujur, shirk va bid'atlarga botgan, adolat va axloqiy poklik deyarli yo'qolgan edi. Ana shunday qorong'u davrda bandalariga o'ta rahimli bo'lgan zot Alloh taolo butun olam uchun rahmat bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni insoniyatni zulmatdan nur sari boshlash uchun yubordi. Rasulullohning otalari Abdulloh ibn Abdul Muttolib, onalari esa Omina binti Vahb bo'lib, ikkovlari ham Quraysh qabilasining eng sharafli avlodlaridan edilar. Abdulloh va Omina nikohi Quraysh orasida sharafli nikohlardan bo'lib, Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni eng pok nasabdan tanlab oldi. Rasululloh fil yilida 12-Rabiul Avval dushanba kuni Makka da dunyoga keldilar. Bu tunda dunyoda g'ayritabiiy hodisalar yuz berdi. Fors mamlakatining qasrini titroq qamrab oldi. Hattoki qasr ham adolat va hidoyat elchisining kelishidan qo'rqib larzaga kelgandek edi go'yo. Bu titrashda qasrning 14 ustuni yiqildi. Majusiylarning 1000 yillik olovi o'chib, forslar va majusiylar muqaddas sanagan Sava ko'li quridi. Ominaning qorong'u xonasi nurga chulg'anib, u nurning shu'lasi Shom o'lkasigacha yetib bordi. Osmon g'oyat yorishib ketdi. Suyukli Habibimizning tug'ilishlari jaholat va shirk zulmatini yorib, insoniyatga najot yo'lini ko'rsatgan bir ilohiy tongning otishi edi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bobolari Abdul Muttolib Muhammad deya ism qo'ydilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ota mehrini tuyishlik nasib etmadi. Otalari Abdulloh Omina 2 oylik homilali bo'lganida Shom safaridan qaytayotib vafot etgandilar. Onalari Omina ham u zotning hayotlarida qisqa muddat birga bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 yoshga kirganlarida onalari ham vafot etdilar. Shundan so'ng bobolari Abdul Muttolib Rasulullohni o'z qaramoqlariga oldilar. Bobolari vafot qilganlaridan so'ng amakilari Abu Tolibning xonadonida tarbiya ko'rdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamolat yoshi 40 yoshga yetganlarida Alloh taolo u zotni butun olamga ularni jaholat, ilmsizlik zulmatlaridan ilm ma'rifat nuriga olib chiqish uchun jannat haqida xushxabar beruvchi va do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilib yubordi. Bu voqea hijratdan avvalgi 13-yil Ramazon oyining 17-kechasida ro'y bergandi. Oshkora da'vatdan so'ng mushriklar Rasulullohga turli tuhmatlar, aziyatlar yetkaza boshlashdi. Xususan Baytullohga borib namoz o'qish azobga aylandi. Rasulullohga ochiqdan ochiq aziyat beruvchi bir guruh bo'lib, ularning boshlig'i Mahzum jamoasidan bo'lgan Abu Jahl Amr ibn Hishom ibn Mughira edi. Imom Buxoriy rivoyat qilishlaricha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl shunday dedi: Kim tuyaning ichak-chavoqlarini olib kelib Muhammadning ustiga tashlaydi? Uqba ibn Abi Muayt tuyaning ichak-chavoqlarini olib kelib
Rasululloh muborak peshonalarini sajdaga qo'yganlarida u zotning ustlariga tashladi. Atrofda kuzatib turgan musulmonlarning birortasi Habibimizni himoya qilishga, hatto ustlaridagi najosatlarni olishga ham botinisha olmadi. Rasululloh boshlarini sajdadan ko'tara olmay qoldilar. Qizlari Fatima radhiyallohu anha ko'zlarida yosh bilan yugurib kelib, najosatlarni Rasulullohning ustlaridan olib tashlagach, Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam namozlarini davom ettirdilar. Shunday aziyatli kunlarda Rasulullohni oldilariga Utayba alayhi la'na kelib, "Qizlaringni ol, men ularni taloq qildim" dedi va Rasulullohning muborak yuzlariga tufurib yubordi. Rasululloh juda qiynaldilar, Makkadan umid qolmadi. Zayd ibn Horisa bilan Rasululloh Toifga bordilar. U yerda ham aqli zaiflar, yosh bolalar ularni toshbo'ron qilib, 4 mil chaqirimgacha tosh otishdan to'xtamay Rasulullohning ortlaridan bordilar. Rasulullohning badanlaridan, tizzalaridan qon oqardi. Habibimizning muborak ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Shunda Jabroil alayhisalom keldilar. "Ya Rasululloh, Alloh azza va jalla sizning duoingizga qarab turibdi. Ayting, bu qavmni halok qiladi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, "Ular bilmay qilyapti-da, Alloh kechirsin ularni. Bilganlarda bunday qilishmasdi. Men bulardan ko'ra zurriyatlaridan iymon keltirganlarni chiqishini xohlayman" dedilar. Noumid bo'lib Makkaga qaytdilar. Qaytganlaridan so'ng Makka mushriklari u zotni bir kichik qishloqda qamal qildi. Payg'ambarimiz bilan birga iymon keltirganlar va o'z qavmdoshlari bu qishloqda ko'p sinovlarga duchor bo'lishdi. Ular bilan Qurayshliklar hech qanday savdo aloqalarini qilishmas, yeyishlik uchun taom kirgizishmas, hattoki ularga qiz berishmas va qiz olishmas edi. Sahobalar ochlikni yengish uchun daraxt bargi-yu ildizlaridan yeyishga majbur bo'lishardi. Bu hol 3 yil davom etdi. Bu vaqt orasida Rasulullohning juft halollari mol dunyosini ayamagan, doimo Habibimizga dalda bergan Hadicha onamiz vafot etdilar. Hadicha onamiz vafotidan bir oycha o'tmas Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni dushmanlarning aziyatlaridan himoya qilib kelayotgan suyukli amakilari Abu Talib ham olamdan o'tdilar. Suyukli juft halollari va ularni doimo qo'llab-quvvatlagan suyukli amakilari Abu Talibning ham birin-ketin vafot etishlari Rasulullohni chuqur g'amga soldi. Shu sababli bu yil tarixda mahzunlik yili deb ataldi. Ilohiy kalomda bir so'z qutuliq. Farishtalar undan o'tmas hayoda onadan afzalroq, otadan ulug' Rasululloh degan zot bor dunyoda. O'tganlar o'tdilar, kelganlar keldi, ketganlar ketdilar, bilganlar bildi. Bu yorug' dunyoni charog'on qildi. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Musulmon o'g'lining ko'ngli xo'p to'qdir, sabab bor yoziqlik ilohiy taqdir. Qorong'u kechada qoqilmoq yo'qdir. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Oftobdan so'rang, mohdan so'rangiz, ayturlar bu nadir yoqut farangiz. Zulumot ichinda unga qarangiz. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Sahobalar ko'rdi, ko'zlari bilan yurdilar ne baxtki o'zlari bilan. Bugun bizga malham so'zlari bilan Rasululloh degan zot bor dunyoda. Ketgan bo'lsalar-da oramizdan da Alloh yetkazguvchi nolamizdan da chiroyliroq jajji bolamizdan da Rasululloh degan zot bor dunyoda. O'tmish yulduzga cho'lg'anmoq azob, tunlari alamdan to'lg'anmoq azob.
tushga kirganda uyg'onmoq azob. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Odamzod yurardi motamga o'xshab, nari borsa adi xotamga o'xshab, yashashni o'rgatgan odamga o'xshab. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Ko'rmagan bo'lsak ham sevguvchimiz u, og'ir dam ummatim deguvchimiz u, axir g'amimizni yeguvchimiz u. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Ul zotni ko'rguncha mo'min kulmagay, qarori to'lmagay, ko'ngli to'lmagay, shahidlar shohida o'lmoq bo'lmagay. Rasululloh degan zot bor dunyoda. Muhammad sallallohu alayhi va sallam degan zot bor dunyoda. Sevikli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makka da 13 yil, Madinada esa 10 yil da'vat qildilar. Kunlardan bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tush ko'rdilar va tushlarini sahoba ikromlariga aytib berdilar. Yam-yashil daraxtzorlari bo'lgan bir shaharga borayotganimizni, u joyda rohat farog'atda ekanligimizni ko'rdim. Keyin bu shahar Yasrib ekanligini bashoratini berdilar. Shundan keyin hamma Yasribni orzu qiladigan, sahobalar esa u yerni vatan tutadigan bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bog'liq har bir voqea, har bir hodisa kabi u kishining hijratlarida ham Alloh taoloning buyuk hikmatlaridandir. Chunki islom avval Makkada yoyilganida islomga adovati bor kimsalar Quraysh arablarga butunlay hukmron bo'lishni istagan va bu maqsadni amalga oshirish uchun o'zidan bir vakil tayinlab uni payg'ambar bo'lishga majbur qilishgan degan bo'lar edi. Lekin Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p aziyatlar keltirdi va u kishining yo'liga imkon bor qadar to'g'anoq bo'lishga harakat qildi. Va kunlardan bir kuni ular Quraysh mushriklari, Makka mushriklari Dorun Nadvada yig'ilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muborak jonlariga qasd qilishga qaror qilishdi. Xuddi mana shu kechada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning izni bilan Makkadan Madinaga hijrat qilishga qaror qildilar. Va do'stlari Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ning uylariga borib, u kishiga Alloh taoloning izni bilan hijratga ruxsat berilganligi to'g'risida bildirdilar. Shunda Abu Bakr, "Yo Rasululloh, men sizga hamroh bo'lamanmi?" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha dedilar. Ha azizlar, bu qanday buyuk sharaf. Shunday uzoq, mashaqqatli, mas'uliyatli safar davomida Rasulullohga sherik bo'lish. Bu Abu Bakr radhiyallohu anhu uchun buyuk sharaf edi. Bu har bir bandaga iymoni, ixlosi, muhabbatiga yarasha beriladigan nasiba edi. Hazrat Abu Bakr darhol safar uchun tayyorlab qo'yilgan ikkita tuyadan birini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taklif qildilar va safar uchun kerak bo'ladigan ozuqani g'amlagan ekanliklarini bildirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakrning oldilaridan chiqib uylariga borar ekanlar. Xuddi mana shu kechada Makka mushriklari u zot sallallohu alayhi va sallamni muborak jonlariga qasd qilishga qaror qilishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylariga bordilar va Hazrat Aliga aytdilarki, bu kecha o'z uylarida qolishliklarini bildirdilar. So'ngra tun payti u kishini ustlariga choponlarini yopib qo'yib, uylarning atrofida Quraysh mushriklari